Ücheydeki zəhərni pak-pakiz tozalab etadigan go'har yemekliklar. Yurak berib saqlab eling. Uchay badanimizdagi intayin muhim a'zo. Odam badanining zahar chiqarib tashlash a'zosi. Uchaydagi axlatlar haddidan ortiq ko'p yig'ilib ketsa, salomatlikka osonli ta'sir yetkazadi. Turmush saviyamizning yuqori ko'tarilishiga ergashib, nurg'un kishilar mayliq tomoqlarni yeyishni yaxshi ko'radi. Natijada osonli og'rib qoladi. Undaqda qaysi yemekliklar orqali uchaydagi axlatlarni tozalag'ili bo'ladi? Birinchi, qirin quloq, ya'ni mur. Nurg'unlagan kishilar qirin quloqning nimaligini bilmaydi. Qirin quloqni qo'rg'anda qozon tegi bir xil mayliq bo'lib qoladi. Bu mayliq narsa oqsil emas, balki ko'p qanatlik modda. Bundaq modda odam badanidan so'mirilmaydi, lekin doim iste'mol qilganda uchaydagi axlatlarni chiqarib tashlab, taratni haydab uchayni sog'lom qiladi. Ikkinchi, badrang. Badrang tarkibida odam badaniga foydali elementlar intayin mo'l. Issiq yoz vaqtida badrang uchayning harakatini jonlantiradi. Uning ustiga tarat haydash uchayning sog'lomligini oshirish unumi intayin yaxshi. Uchinchi, bosh piyoz. Bosh piyozning puruqi sal kuchli. Ba'zilar uning puruqiga chidab tura olmaydi. Bosh piyoz tarkibida aktivlashtiruvchi tarkiblar intayin ko'p. Bosh piyozni doim iste'mol qilganda badandagi may miqdorini tuvallatgili, qon tomirlarining elastikligini yuqori ko'targili bo'ladi. Undan boshqa, yuqori taloliq ko'ktat bo'lganligi uchun uchayni tozalab uchayning sog'lomligini oshiradi. 4. Sut. Süt tarkibida oqsil, vitaminlar intayin mo'l bo'lib, quvvat to'liqlashda kam bo'lsa bo'lmaydi. Uchayning lo'mildishiga yordam berib, qavziyatning oldini oladi. Kunda nashtada bir chini sut ichib berganda, uchaydagi keraksiz moddalarni tozalashga intayin yaxshi manfaat qiladi. 5. Po'rchoq turidagi yemekliklar. Po'rchoq turidagi yemekliklar tarkibida nurg'unlagan erishchan yemeklik talosi bor. Yemeklikning uchayda uzun vaqt turib qolishining oldini oladi. Qavziyatni yaxshilaydi. Uchay roki bo'lib qolishining oldini oladi. Undan boshqa, po'rchoq turidagi yemekliklar badandagi may miqdorini tuvallatib, uchayni